Ko'zlar o'zi nimaga qichiydi? Ko'zlarning asosiy qichishi sababi bu allergiya. Allergiyani keltirib chiqarishda esa gulchanglari asosiy o'rinda turadi. Gulchanglari 3 xil bo'ladi. Birinchisi bu daraxt gulchanglari, ikkinchisi o't, maysa gulchanglari, uchinchisi ambroziya gulchanglari hisoblanadi. Gulchanglarining havodagi miqdori har xil bo'ladi. Daraxt gulchanglari mart-aprel oylarida havoda yuqori darajada bo'lsa, o't maysa gulchanglari esa may, iyun, iyul oylarida juda ko'p uchraydi. Ambroziya gulchanglari esa sho'radoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklar, paxta va shu kabilar asosan avgust va sentyabr oylarida gullaydi va mana shunda havoda ularning gulchanglari juda ko'p miqdorda bo'ladi. Bu gulchanglari bizni shilliq qavatlarimizga, burun va ko'zlarimizga tushadida bu yerda allergiyani keltirib chiqaradi. Hammaning organizmi har xil bo'ladi. Kimdadir erta bahorda qichish bezovta qilsa, kimdadir yozning boshida, yana kimdadir avgust va sentyabr oylarida. Buning sababi demak sizlar bilib oldilaring, gulchanglarining havodagi miqdoriga bog'liq hisoblanadi. Endi nima qilishimiz kerak? Endi asosiy qiladigan ishimiz mana shu gulchanklarini bizning shilliq qavatlarimizga tushishini oldini olishimiz kerak. Birinchi yordam kontakt, to'siq qo'yish kerak. Ko'zoynak taqish kerak, maska taqish kerak. Bu narsa bizni gulchanglaridan himoya qiladi. Bu birlamchi. Endi agar imkon bo'lsa, siz ishingizni tashlab, otpuska qilib, dam olgani toqqa borsangiz, mana shu gulchanglaridan xalos bo'lasiz. Bu ham bitta usul hisoblanadi. Keyingi usul dori vositalaridan foydalanish. Bu dori vositalari faqat simptomatik davo bo'lib, vaqtincha ta'sir qiladi. Qo'ymay qo'ysangiz, yana qichishda davom etaveradi. Endi asosiy davolash usuli ASIT, ya'ni allergik spesifik immunoterapiya. Bu usul haqida kuzatib boring. Keyingi videolarda batafsil to'xtalamiz.